o'lik tashiganmiz. Covid paytda manda Ford haydaydi. Unda u ham yuk tashiydigan katta gruzovoy mashina Ford edi. Xullas, men nimaga tashiganman u paytda o'zimiz ham o'sha bir xil sabab bilan borib qolganmiz, shu Covid больницаga borganimizda bitta o'likni tashish 1,5 million, 1 million 200 xohlasang shu, xohlasang yo'q. Kuniga 4 ta 5 ta mana shunaqa o'lik tashiyotganini ko'rib, endi biz ham o'zimizni mahallaga, o'zi tanish bilishlarga shunday olib kelib berganmiz. Chunki kimnidir qurbi ko'tarardi o'sha paytda, ko'tarmasdi. Shunday astoydil xizmat qilganmiz. Ana pul bilan olmaganmiz, boshqasini olmaganmiz. Shunchaki ana odamgarchilik jihatdan aytadi, gazelchilarda anaqa yo'q, hammasi patologdan keladi. Endi mehnatga yarasha pul so'raladi har doim o'zi. Ko'chada ham, boshqada ham. Ko'pchilik aytadi, qimmat aytosizlar. Hamma narsaning narxi oshadi-da. Nuqul mana shu shoferlarning narxi stabilni pastga qarab tushishi kerak. Buni hech kim tushunmaydi. Ko'p bu haqida gruppalarimizda bor-da o'zimizning. O'shanda ko'p absudat qilamiz shu narsani. Lekin odamlar ham bilishini xohlayman. Nimani? Shoferlar ham insonda, ular ham oilasini, bola chaqasini boqaman deb ko'chaga chiqqan birinchidan. Ikkinchidan u topayotgan puli qaniydi? Misol uchun kuniga 1 million topsa, o'sha 1 millionni shunday uyga olib kirib ketsa, 1 million uyga olib kira olmaydi.